Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bizni pardali podoflarimiz tayyor bo'ldi. 12 ta oyoq kiyim sig'adi. Tanishtirib o'tamiz. Materiallari yonbosh taraflari krashinli NFdan iborat bo'ladi. Material toza material, yaxshisidan. G'aladorlari ham xuddi shunaqa NFdan bo'ladi. Ichlari ham kengina, hattoki mollari ham NFda. Laminat aralashmagan. Xo'p, bularımizda 4 polkali bo'ladi. 12 ta oyoq kiyim sig'adi. Xohlasangiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Pukovka bo'lmagan holda. Xohlasangiz xuddi shu ko'rinishda pukovka holatda bo'ladi. Pukovka holatda mana bunisi pastga tushmaydi. Mana bunimiz bor. Chaspai ham yaxshisidan qo'yilgan. Turishlari ham nejniy, rosa chiroyli turadi. Xo'p, bular ruchkalarini qo'yib beramiz. Yon tomondan ko'rinishi. U tarafda ham, narigi tarafda ham xuddi shunday ruchkasi bor. Ushlab bu yoqqa siljitib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana. Chekalariga ham zavodskoy qilib knopkalar yopishtirib qo'yganmiz. Ishlashlari xudo xolasa zo'r. Kimga kerak bo'lsa direktda yozishingiz mumkin. Instagram, Telegramda ham kanallarimiz bor. Fol bo'lib tursanglar, xudo xolasa sovg'a sifatida bir dona odamga hadya qilishimiz mumkin.